Yaponiyada o'zbekistonliklar uchun kamida $2000 maoshli ish taklif qilinadi. Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari bo'yicha hujjat to'liq tayyor. Zelenskiy. AQShning gigant kemasi Yaqin Sharqqa yetib bordi. Istanbulda o'zbek qizi o'ldirildi. 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bekmurod Abdullayev va Rustam Tursunov hibsga olingani aytilmoqda. Ularga nisbatan tergov ishlari boshlangan. Afg'onistonda kuchli yog'ingarchilik oqibatida 61 kishi halok bo'ldi. Endi esa bizda batafsil. Yaponiyada o'zbekistonlik ishchilar uchun oyiga kamida $2000 maoshli ish taklif qilinadi. Yaponiya iqtisodiyotining turli sohalariga xorijiy davlatlardan ishchi kuchini tizimli va qonuniy tarzda jalb qilish bilan shug'ullanuvchi Proud and Partners kompaniyasi prezidenti Ryuji Suzukining ma'lum qilishicha, Yaponiyada demografik inqiroz oqibatida logistika, qurilish kabi asosiy tarmoqlarda ishchi kuchi yetishmasligi jiddiy ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda. Shu munosabat bilan kompaniya tayyor ishchi kuchini jalb qilish emas, balki ularni o'z davlatlarida maxsus til va kasbga tayyorlash markazlari orqali o'qitish, malakasini oshirish va aniq ish o'rinlari bilan ta'minlash tamoyili asosida faoliyat yuritadi. Ushbu loyiha doirasida avvalo yuk avtomobili haydovchilarini tayyorlash yo'nalishida ish boshladik. O'zbekiston fuqarolari uchun oyiga kamida $2000 va undan yuqori maosh taklif etishni asosiy shart sifatida belgilaganmiz, deydi Ryuji Suzuki. AQShning gigant kemasi Yaqin Sharqqa yetib bordi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining Abraham Lincoln aviatsiya tashuvchi kemasi Erondagi mojarolar sabab Yaqin Sharqqa yetib bordi. Bu haqda 13 TV xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, AQSh harbiy dengiz kuchlariga qarashli Abraham Lincoln aviatsiya tashuvchi kemasi Eron bilan ehtimoliy qarama-qarshilikka tayyorgarlik doirasida Yaqin Sharqqa kelgan. Ya'ni Eronda agar yana mojarolar avj olsa yoki Tramp qaror chiqarsa, harbiylar Eronga yopirilib kirib, namoyishchilarga yordam berishi mumkin. Shuningdek, yaqin kunlarda mintaqa yaqinida TAD raketaga qarshi mudofaa tizimi batareyasi paydo bo'lishi kutilmoqda. Telekanal mintaqadagi keskinlik oshib borayotganiga e'tibor qaratgan. Qayd etilishicha, AQSh allaqachon Yaqin Sharq va O'rta Yer dengizidagi strategik nuqtalarda o'z kuchlarini joylashtirgan. Istanbulda o'zbek qizi o'ldirildi. 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, 2026-yil 24-yanvar kuni soat 19:40 atrofida Istanbul shahrining Shishli tumanida chiqindilar orasidan buyum terib yurgan fuqaro konteyner ichida o'ralgan, bosh qismi mavjud bo'lmagan jasadni aniqlab, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bergan. Tekshiruvlar natijasida marhumaning shaxsi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Hakim va Durdoni ekani tasdiqlandi. Ushbu jinoyatga aloqador deb topilgan O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi Turkiyadan Gruziyaga qochishga urinayotgan vaqtda qo'lga olingan. Bosh konsulxona marhumaning oila a'zolari bilan aloqa o'rnatib, zarur konsullik huquqiy yordam ko'rsatmoqda. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari diplomatik idora nazoratiga olingan. Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari bo'yicha hujjat to'liq tayyor. Zelenskiy. AQShning Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi hujjati to'liq tayyor va Kiyev uni imzolash sanasi va joyini tasdiqlashni kutmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Litva poytaxtiga tashrifi chog'ida matbuot anjumanida ma'lum qildi. Ukraina rahbari 24-yanvar kuni Abu Dabida Rossiya bilan muzokaralar olib borilganda ma'lum yutuqlarga erishganini ta'kidladi. Biz uchun xavfsizlik kafolatlari birinchi navbatda Qo'shma Shtatlarning xavfsizlik kafolatlaridir. Hujjat 100% tayyor va biz sheriklarimizdan uni imzolash sanasi va joyi bo'yicha tasdiqni kutmoqdamiz, deb ta'kidladi Zelenskiy. U shuningdek, imzolangandan so'ng hujjat ratifikatsiya qilish uchun AQSh Kongressi va Ukraina parlamentiga yuborilishini e'lon qildi. Bekmurod Abdullayev va Rustam Tursunov hibsga olingani aytilmoqda. Ularga nisbatan tergov ishlari boshlangan. Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari general-mayor Bekmurod Abdullayev va Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti sobiq boshlig'i Rustam Tursunov ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olindi. Ishonchli manbalarga ko'ra, sobiq organ xodimlari bitta ish doirasida tergovga jalb qilingan va ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Sobiq mansabdorlar qanday ayblar bilan tergovga jalb qilingani rasmiy ravishda hali ma'lum qilinmadi. Bekmurod Abdullayev 2021-yilning apreldan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan va 2025-yil 3-noyabrda ishdan olingan edi. Shunga o'xshash ravishda Rustam Tursunov ham 2021-yil fevraldan Jazoni ijro etish departamenti boshlig'i bo'lgan va shu vaqtda prezident farmoyishi bilan lavozimidan ozod qilingan.
Afg'onistonda kuchli yog'ingarchilik oqibatida 61 kishi halok bo'ldi. Afg'onistonda so'nggi 3 kun davomida kuzatilgan kuchli qor va tinimsiz yomg'irlar oqibatida kamida 61 kishi qurbon bo'ldi. Yana 110 kishi turli darajada tan jarohati oldi. Bu haqda ABC News xabar berdi. Tabiiy ofatlarni boshqarish milliy agentligining matbuot kotibi Yusuf Hammadning 24-yanvar kuni ma'lum qilishicha, tabiiy ofat mamlakatning 34 ta provinsiyasidan 15 tasini qamrab olgan. Hozirgi vaqtda quyidagi talafotlar qayd etilgan. 61 nafar odam halok bo'lgan, 110 nafar inson jarohatlangan, 458 ta uy butunlay yoki qisman vayron bo'lgan, yuzlab chorva mollari nobud bo'lgan. Agentlik vakili provinsiyalardan qo'shimcha ma'lumotlar kelib tushishi bilan ushbu raqamlar yana oshishi mumkinligini ta'kidladi. Ayni paytda hukumat yopilib qolgan yo'llarni ochish va tashqi dunyodan uzilib qolgan qishloqlarga yetib borish choralarini ko'rmoqda. Mahalliy aholi vakillarining so'zlariga ko'ra, haddan tashqari ko'p qor yog'ishi va yo'llarning to'silib qolishi tibbiyot markazlari hamda tezkor yordam xizmatlaridan foydalanishni qiyinlashtirmoqda. Odamlar hukumatdan zudlik bilan yordam berishni so'ramoqda. O'zbekistonda sharoiti og'ir tuman va mahallalarga 12 trillion so'm ajratiladi. Joriy yilda O'zbekistonda infratuzilmani yaxshilash uchun viloyatlarga 20 trillion so'm ajratiladi va shundan 12 trillion so'm og'ir tuman va mahallalarga yo'naltiriladi. Bu haqda 23-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tayotgan kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishida so'z bordi. Qayd etilishicha, tumanlarda o'tkazilgan o'rganishlar infratuzilma, turmush darajasi, biznes faollik, moliyaviy imkoniyatlar kabi 20 ta mezon asosida 37 ta og'ir tumanni aniqlagan. Bundan tashqari, har bir tuman tahlil qilinib, kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan 903 ta og'ir mahalla tanlab olingan. Kambag'al oilalarning 3 dan 1 qismi, ishsizlarning 21% ham tanlab olingan va 37 tuman va 903 ta mahallaga to'g'ri kelishi aniqlangan. Yana 33 tuman va 330 ta og'ir mahallaga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish ishlari boshlangan. Asosiy kuchni ushbu 70 ta tuman va 1000 ta og'ir mahallaga yo'naltirsak, respublikada kambag'allik darajasini 3% dan pasaytirishga erishamiz, deydi davlat rahbari.